Assalomu rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, meni qizim balog'at yoshiga yetgan, lekin namozga dangasalik qiladi. Bir kun o'qib, bir kun o'qimaydi. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Birinchi o'rinda atrofdagi odamlarga qarash kerak. Masalan, do'stlari, birodarlari, namozxon, taqvodor insonlarmi yo'qmi? Agarda shu masalan sinfdoshlar, tanishlar benamoz johillar bo'lsa, o'shalarga qo'shilib shunaqa qovun-qovundan rang oladi degandek, u ham namozlariga bee'tibor bo'lib ketadi. O'shanaqa insonlardan uzoqlashtirish kerak. Ikkinchidan, bugungi kundagi mana telefondagi narsalarga qarash kerak. Instagram deydi, hammasi TikTok, Facebooklar. Agar ayol qizlar o'sha narsalarga berilib ketsa, o'shandan kalla ko'tara olmay qolib, musiqa eshitadi, kino ko'radi, boshqa bo'ladi. Shu bilan namoz o'qish yoqimsiz bo'lib qoladi. Bu bir suv bilan yoqqa o'xshagan narsada bir-birini siqib chiqaradi. Ya'ni qanchalik odam ko'p mana shunaqangi musiqalar eshitib, kinolar ko'rib, Instagram, TikTokchi bo'lib ketsa, shunchalik namoz o'qish, Qur'on o'qish uni ko'ngliga sig'maydi. Qur'on o'qiyman desa, kitob qo'liga ushlasa, namoz o'qiyman desa, yuragi siqilib ketaveradi. Allohning Qur'onda aytgandek, "Ka'annama yas'adu fis-sama", osmonga ko'tarilib ketayotgan kishi qanday havo yetishmay ketaveradi-ku, yoki mana dengiz tagiga cho'kkan sari havo yetishmay ketaveradi odamga. Allohning zikridan yuz o'girgan odamni ana shunga o'xshatgan Alloh. U borgan sari ana shu narsani qilgan sari siqilib ketaveradigan bo'lib qoladi. Shuning uchun keyin beparvo bo'ladi. Shuning uchun mana shu kirayotgan axlat eshiklarini yopish kerak. Bu hammasi telefondan kiradi. Uchinchidan, unga ko'proq eshittirish kerak namoz, Qur'on haqidagi, uni ahamiyati haqidagi so'zlarni, oyatlar, hadislarni. Buni tark qilganlarga kelgan tahdidlarni o'rnida gapirilgan bu mavzular hammasi eshittirish kerak. Va Allohga duo qilish kerak. Ota-ona eng ko'pi mana Ibrohim alayhissalom duo qilganlaridek, Robbi ja'alni muqimas salat va min zurriyati. Robbim meni namozni qoyim qiluvchi qilgin, zurriyotimni ham namozni qoyim qiluvchi qilgin deb duo qilganlar, ota-ona tinimsiz duo qilish kerak, ya'ni. Allohu a'lam.